Podключ xonadon qidirib yurganlar uchun zo'r variantimiz 100% emas, balki 200% holatda podключ. Turgan manzilimiz ham вообще shikalat. Uch qahramon postidan 6 kilometr kirganda Hoji otani ko'pchilik biladi. Elitni mahallalar, suv, gaz, svet, bu yerda muammo bo'lmaydi. Har doimgidek ketmaydigan joylar. Qaranglar, mana shu asfalt ko'chamizdan ko'rasizlar 100 metr uzoqlikda katta ko'chaga chiqamiz. O'sha katta ko'chadan o'sha 6 kilometr uzoqlikda uch qahramon postiga chiqsak bo'ladi. Mana shu xonadonimiz sotilyapti, ko'rasizlar, juda ham chiroyli. Oldida yana 3 ta aka-ukasi bor. Uni ham xuddi shu holatga keltirish mumkin. Mana ko'rasizlar, korobka holatida ham ko'rishingiz mumkin. Qanaqa holatda proyekt chiqarilgan. Xonadonimizni obzor qilamiz, kelinglar. Bu yerda asosiy kirish eshigimiz, darvozaxonamizni ko'rishingiz mumkin. Bitta avtomobil bemalol sig'adi. Xonadonimizning dizayniga bitta e'tibor beringlar. Neoklassik etsa, neoklassik emas. Qanaqadir Marokkanskiy stil bilan aralashtirib uyg'unlashtirib yuborilgan. Bu yoqda ko'rasizlar, besetkalari qilingan, shu besetkani o'ziga ham 1000 dollardan oshib ketgan ekan. Ranglarni bejirimligiga e'tibor beringlar. Iskusinniy gullari bor. Bu yoq tarafdan qo'l yuvadigan joylari, albatta yozgi oshxonalari ham mavjud. Ikkita qozon o'choqlari tayyor qilingan bo'ladi. Mana bu chiroyliga e'tibor beringlar. Xonadonimizda bunaqa narsadan puli ayalmagan, chunki bu yerda alikabon, tunikabon ishlatishadi. Ko'rasizlar, splashnoy, однотонный bo'lib turibdi. Juda ham chiroyli. Mana shu rakursdan bitta xonadonimizdan ko'rmasanglar bo'lmaydi. Tashqaridan kirganimda shunday ichim jiz etdi. Archalari ekilgan, o'ta iskusinniy emas, живой archalar, chiroyli bejirim toshlardan foydalanilgan. Shunday suvni quyib qo'yasizlar-da, hovlida besetkaga kelgan mehmon yoki uydagilar bilan mazza qilib dam olib o'tiradigan xonadonimiz. Bu yerda yerto'lamiz ham bor, yerto'lamizda xonadonimizning yuragi, ya'ni kotelligimiz joylashgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, yo'nqisi bor. Bu yerda suvdan muammo yo'q, lekin ikkinchi etajga nasos bilan agar napor kam bo'ladigan bo'lsa, nasos bilan bemalol u yerda alohida qo'shimcha yordam bo'lib turadi. Asosiy binomizni ichiga kiramiz, sizlar bilan obzor qilamiz. Ketdik. Hovlidan asosiy binomiz kirib kelar ekanmiz, xonadonimizning remontiga bitta e'tibor beringlar. Hamma mebellar, oyog'imiz tegdi, gilamlargacha eng yaxshilardan solingan ekan. Gilamga e'tibor beringlar. Xuddi anu Scottish Straight mushularni terisini eslatib yuboradi. Xo'p, bu yerda devorlarimizga e'tibor bersanglar, sarskiylardan foydalangan ekan. Xuddi zodagonlarga o'xshab mazza qilib yashab o'tirsanglar bo'ladi. Bu yoqdan dekorativniy zonalarimiz ham xuddi yaponskiy lagerlarni eslatib yuboradi. O'zini bu yoqdan 36 talik konsernerimiz bor ekan. Bitta mana shu konserner butun uyimizni muzlatib tashlayapti. Hozir 5 minut turganim o'zida ancha-muncha sovib qoldi. Xo'p, endi bu yoq tarafga to'xtaladigan bo'lsak, asosiy eshikdan kirganimizda televizor zonamiz 55 talikga qo'yilgan ekan, dekorativniy zonalari bilan birga va birinchi ko'radigan xonamiz bu yoq tarafdan kelinglar ko'rsataman. Oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizni ko'rasizlar, juda ham chiroyli. Ranglarni qaranglar, juda ham bejirim, pardalari ham bu yerda yashil va mebellarni qarang. Har kungi choy ichib o'tiradigan zonalarimiz ajoyib va bejirim pushti ranglardan foydalangan, o'zini gullarini qo'yib qo'yishdi chiroyli qilib va dekorativniy kartinkalari bor. Mebellarimizga to'xtaladigan bo'lsak, stroyniy mebellarimiz 100% holatda qilingan, texnikalari ham qo'yilgan. Bu yerdan ko'rasizlar, kir mashinasi, gaz plita, duxovka hammasi 100% xofma texnikalaridan foydalangan ekan. Eng zo'r taraf mana qaranglar. Shkop ichida nevdimka bor, xolodilnikimiz turibdi. Xullas 100% holatda hamma sharoitlar qilingan oshxonamiz ham. Endi bu yoq tarafga keladigan bo'lsak, yana o'sha prixoshkamizga qaytdik. Endi xonalarga to'xtalamiz. Qaranglar, bu yerdan zinapoyamiz ikkinchi qavatga chiqadigan bo'lsa, mehmonxonamizni ko'ramiz. Kelinglar. Bu yerda ham hamma mebellar qilingan, ko'rasizlar, yaxshi mebellardan foydalanilgan. Oyog'imiz tegida ham turetskiy gilamlar o'zi 100% xonadonimizda o'zbekcha emas, turetskiy gilamlardan foydalangan dedilar. Devorlarimizga dekorativga e'tibor berasiz. Bu yoq tarafda ham, bu yoq tarafda ham bor. Lyustralar ham qimmat qo'yilgan ekan. Hop, bu yoq tarafda panoramli oynamiz bor. Orqa hovliga qaragan, havo aylantirish uchun ham ochib qo'ysanglar yaxshi. Havo aylanib turadi, yorug'lik ham tushib turadi. E'tibor bergan bo'lsanglar, ushbu mehmonxonamiz o'zida ham katta 55 talik televizor qo'yilgan va bu yoqda o'zini aksessuarlarini ham tayyor qilib qo'yishdi. Bu zaldan mehmonxonadan chiqdik, ya'ni umumiy hojatxona va yuvinish xonalarimiz o'ta ham hamma sharoitlari qilingan. Birinchi qavatimizdagi oxirgi xonamiz kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu yerda ham bejirimlardan foydalanilgan, ko'rasizlar, pardalari ham bir xil qilib kalabasa qilib qo'yilgan, kartinkalari bor, matraslargacha qo'yilgan. Bu yerda o'zini har kunga ayollar bo'yanadigan zonalari bor va orqa hovliga chiqadigan xudimiz bu yoqda joylashgan. Keling, bitta ko'rsataman bu yoqni. Qaranglar. Ota-onalar romantika qilish uchun juda ham yaxshi zona. Bu yerdan boyagi mehmonxonamizni kattagina panoramli oynasi bo'lib turadi. Oyog'imizdan tagida iskusunniy gazonlari va iskusunniy gullar qo'yilgan. Endi ikkinchi qavatga ko'ramiz. Ikkinchi qavatga chiqib kelar ekanmiz, ko'rasizlar. Mana shu yo'lligimiz orqali xonalarga o'tamiz. 4 ta yotoqxonamiz bor. Qaranglar, birinchi bo'lib mana shu zinapoyamiz o'zini tushuntiraman. Lyustramiz uzuni ilingan. Bunaqasiga fioletoviy ranglardan foydalanilgan ekan. Dekorativniy oynalari ham bor. Zinapoyamizdan chiqqanda birinchi xonamizni ko'ramiz. Kelinglar. Kattagina mehmonxonamiz, bu yerda ham gilamlar ham solingan, qora chiroyli mebellardan
tilla rangli teksturalari ham bor ekan. Xullas, вообще shikalat. Mana bu devorlarning rangi ham shikalat ekan. Ko'rasizlar, kartinkalari ham ilingan, lyustralari ham bor. Bu ham 55 talik televizorlari qo'yilgan, o'zini aksessuarlari bor va eng zo'r taraf menga yoqqani, pardalarni ko'ryapsizlarmi? Ranglardan chiroyli qilib kolaboratsiya qilingan. Bu yerda panoramli oynamiz bor. Hovli bo'ladigan bo'lsa, qo'shnilar ko'radi degan xavflar uchramaydi, chunki hammasini o'ylanib, ограничение qilingan. Endi bo'lsa navbatdagi ko'radigan xonamiz, mehmonxonadan chiqdik. Yon qismi bilan yuradigan bo'lsak, qaranglar bu xonani. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, har bir kvadratdan unumli foydalanilgan, chunki mana shu xonamiz o'zida ham umumiy hojatxona va yuvinish xonalari tayyor qilingan. Ixchamgina bo'lsa ham, lekin qilingan. Qaranglar, bu yerda mebellarimizni chiroylaridan foydalanilgan va ushbu xonamizning o'zini tashqariga qaragan panoramli oynalariga ega. Tabiiy yorug'lik, havo aylanish uchun juda yaxshi yechim bo'ladi. Yana yo'ligimizga qaytdik. Umumiy hojatxona va yuvinish xonamiz alohida qilingan barcha uchun va navbatdagi xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Gilam rangi bilan devori rangi, parda rangini vaqtcha chiroyli kolaboratsiya qilishibdi. Ikkita yotog'i bilan birga tashqariga qaragan o'zini mana shu tan hovli juda ham chiroyli ko'rinar ekan panoramli oynalariga ega. Ko'rasizlarmi, tom juda ham chiroyli ko'rinyapti. Reshotkalarning ham eng yaxshilaridan foydalanilgan va xonadonimizning oxir ko'radigan xonasi. Mana zinapoyadan chiqdik. Bu tarafdan xolasanglar qiz bolalar uchun mo'ljallab qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana kartinkaga vaqti 5 baho. Gilamdan chiqarilgan ekan, ko'rasizlar. Arab yozuvlari va o'zining garderoblariga ega yotog'i ham bor. Bu xonamizda tashqariga qaragan balkoni bor. Balkonning o'zida gilamlari solingan. Xonadonimizni ko'rdinglar, umumiy yer maydoni eslatib o'taman. 2 so'tini tashkil qiladi. 6 xonaga ega, 100% emas, 200% podключ holatda bo'lib turibdi. Videoni boshida aytganimdek, xuddi shunday xonadonda yana 3 ta bor, faqat ular korobka holatda, lekin planirovkalari bir xil. Hammasi 2 so'tdan tushgan, lekin bunaqa podключ holatda emas. Xolasanglar podключ ham qilib berishadi. O'zingizlar qilgan remontdan ancha arzonga tushadi, chunki bular o'zligi ancha yillik, uzoq muddatli quruvchilar. Arzon narxga chiroyli, ham sifatli ham qilib berishadi. Joyi ko'rdinglar, juda ham chiroyli. Agar yoqqan bo'lsa, 1 dan 10 gacha ball berib ketasizlar. Agar sizlarga mana shunday xonadonlar yoqadigan bo'lsa, yana ham ko'proq obzor qilishga harakat qilamiz. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Narxiga keladigan bo'lsa, 198 ming dollar bilan baholashyapti ushbu xonadonimizni. Albatta bu narxdan yana ham o't beradigan joylari bor. Xolasanglar, o'sha qolgan 3 tasini ham podключ holatiga keltirib berishadi. Yana 98 ming to'lov qiladigan bo'lsanglar, baribir bu narxlardan o'tib beriladi, yumshoq odamlar ekan. Kelib bemalol gaplashsanglar bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.